Olmaliq shahridan, Evelek mahallasidan juda ham chiroyli uy topib qo'yganmiz. Marhamat, ko'rishinglar mumkin. Qaranglar, yangi qurilgan uy bo'ladi. Lokatsiyani tushuntirib ketaman. Evelekdan kirganingizda Hilol masjidining ro'parasidan 500-600 metr yurasizlar hamda mana shu uyimizda joylashgan bo'ladi. Hovlimizni ichkarisini ko'rishinglar mumkin. Marhamat, juda ham katta bo'lgan hovli. Darvozaxonasidan hisoblaganda 3-4 ta mashina bemalol sig'dirib olsanglar bo'ladi. Bu tomonga molxona, buqaxona hamda saunalargacha hamda yozgi oshxonalargacha qilib qo'yishgan. Qaranglar, kattagina naveslar bilan bemalol mana shu yerda yozda o'tirsanglar ham bo'ladi. Mana bu tomonda 3 ta katta xonamiz bo'ladi. Barchasi mehmonxona hisobida juda ham katta hamda tepli pol bilan ta'minlangan. Hamda bitta yuvinish xonasi, hojatxonasi bilan birga u ham tepli pol bilan ta'minlangan bo'ladi. Bu tomonga ko'rishinglar mumkin. Mana shu yerdan yerto'laga tushib ketsanglar bo'ladi. Kattagina yerto'lamiz ham bo'ladi. Hamda mana bu tomonda kotyolni, bu tomonda oshxona bilan yana bitta yashash uchun xonamiz o'sha tayyor holatda bemalol kirib yashab olsanglar ham bo'ladi. Qaranglar, hamma sharoit qilib qo'yishgan ekan. Bu tomonda buqaxona, qo'yxonalarga, molxonalarga ham joy qilib qo'yishgan ekan. Zelion zonaga e'tibor berasizlar. Mevali daraxtlarni chiroyli qilib ekib qo'yishgan. Mana bu yerda tandirlar qilib qo'yishgan, kattagina va tashqari hojatxonasi, sauna hamda yozgi oshxonamiz va hovlimiz juda ham chiroyli bo'lgan holatda, barcha sharoitlarga ega, yangi qurib bitkazilgan, hali hech kim kirib yashamagan bo'ladi. Bu uyimizda gaz, svet, suvlardan, kommunikatsiyalardan umuman muammolar yo'q. Hammasini olib kirib qo'yishgan. Mana shu yangi qurib bitkazilgan, hali hech kim yashamagan uyimizga egalari tomonidan 115 ming dollar so'rashmoqda. Pastda telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib bog'lansanglar, bizning nomimizdan bog'langaninglarni aytsanglar, sizlarga yaxshigina kelishtirib ham berishadi.